er xotin birga yashaydi, farzandini ayoli endi jahli chiqib tarbiyalash maqsadida bir to'g'ri yo'lga solyapti. O'sha payt farzandni oldida otasi xotiniga qarab, "Ey, urushma, unaqa qilma" deb o'zini tarafiga tortsa, bolani albatta tarbiyasi buziladi. Xotiniga bo'lgan norozilikni, bolani noto'g'ri urishayotganini, boladan tashqari bo'lgan holatda, bola yo'qligi vaqtida chetga olib, "Xotinjon, to'g'ri, asabing joyida emas, jahlingni chiqarishdi bolalar, lekin hozir shu yerda san bekor urishding bolani. Keyingi safar ko'rmang bunaqa qilib urishib qo'l ko'targaningni. San bu yerda hozir nohaq eding. Bunaqa qilmagin boshqa. Men urishganingni, urganingni ko'rmay bolani" deb alohida bola yo'qlik paytida aytsa, bu ham ayol uchun поддержка o'zi. Lekin ayol kishi urushayotgan vaqtda kelib turib, "San bolani nohaq urishyapsan" deb bolani oldida aytsa, ana o'sha bolani tarbiyasi buzilishining asosiy sabablari bo'ladi. Chunki bir yoqadan bosh chiqarib fikr bildirishmaydi. Bola komfort zonani qidiradi. Bolani manipulyatorlik qobiliyati o'shaqa payt shakllanadi. Kim oson, qulay, urushmaydigan taraf bo'lsa, o'sha yoqqa yondashishni boshlaydi. Ajrim holatda ham xuddi shunaqa. Mana er-xotin ajrashib ketishdi. Farzand o'rtada bor. To'g'rimi? Onasi urishsa otasiga chopadi, otasi urishsa onasiga chopadi. Shunaqa bolalar bor. Agar onasi doim urushib, tarbiyalab, nazorat qilib kelsa, ota tarafga o'tib ketadi. O'shaqa payt ota, "Ey bolam, sani onang bekordan bekorga urushmagan, adolatli urushgan. Ming qilsa ham onang aytganini qilsang kam bo'lmaysan. Yaxshi ayol, biza endi ajrashishimizning sabablari umuman boshqa narsa. Men onangni hurmat qilaman baribir ham shu holatda" deb o'tib ketsa, bolada fikr tug'iladiki, onamlar haq ekanlar, men onamlardan qochishim shart emas ekan deb tarbiyasi to'g'ri ketadi. Ko'pchilik nima qilyapti bizada? Ona tarafdan qochib ota tarafga borsa, "Ha, to'g'ri, onang unaqa", buvisi bilan qo'shilishib, onani yomonlab, qoraga chiqarib, onani yomonlashga tushadi. O'shaning uchun keyingi safar ona ota tarafga jo'natgisi kelmaydi bolasi. Ota-ona ajrashdimi, endi ularning o'zligini muammosi. Bolani tarbiyalashda baribir bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilish kerak. Hurmat asosida, o'zaro hurmat asosida ajrashgan ota-onalar bolani baribir tarbiyasiga ta'sirini o'tkazishi kerak.